Janoza. El suygan taniqli inson bugun vafot etdi. Oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qashqadaryolik jurnalist Botir Temirov 53 yoshda vafot etdi. Botir Temirov 1972-yil 11-dekabrda Qarshi shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida ta'lim olgan va 30 yildan ortiq vaqtini ommaviy axborot vositalarida ishlashga bag'ishlagan. Uning faoliyati Qashqadaryo haqiqati, Qashqadaryo yangiliklari va Pravda Vostoka gazetalari bilan uzviy bog'liq. Botir Temirov rus va o'zbek tillarida ravon so'zlasha olgan, bu esa uning mintaqaning ko'p millatli ommaviy axborot vositalari sohasida xizmat qilish imkonini bergan. 9 yil oldin u yurak xurujini boshidan kechirdi va uning sog'lig'iga jiddiy putur yetkazdi. Afsuski, 24-yanvar kuni ertalab u ikkinchi marta yurak xurujiga uchradi va u o'lim bilan yakunlandi. Botir Temirov oilali, 2 nafar farzandi bor edi, deyiladi xabarda.